qancha obyektimizga keldik. Xolos mana ko'prik pollari уже bo'lishyapti. Bu yerda oshxonamiz, katerimiz mana shu yerga tushadi. Bu yo'llarni ochiq qoldirganimiz sababi bu yo'lda shkaf bo'ladi. Shkafdagi qildirmagani ham yaxshiroq. Keyin bu yerda stolcharka radiator uchun joyni ham qoldirib ketganmiz. Ya master spanni. Bu yerda ham shunaqa joy qoldirib ketganmiz. Kratdagi ko'plik pol tashlamaganmiz.